Agrobiznesni qishloq hududlarida rivojlantirish. 4-film. Jalb qilingan moliyalashtirish, qaytariladigan va qaytarilmaydigan. Har bir tadbirkor ertami kechmi qo'shimcha moliyalashtirishga ehtiyoj sezadi. Yangi loyihani ishga tushirish bo'ladimi? Mavjud biznesni kengaytirish yoki aylanma mablag'larni to'ldirish zarurati deysizmi? Pullarni qayerdan olsam ekan degan savol ko'ndalang turishi tayin. Qahramonlarimiz Agrobek, Mahsulotxon va Hududboy agrobiznesni rivojlantirish jarayonida bu masalalarga bir necha bor duch kelishgan. Va bugun ular qanday vositalar orqali qo'shimcha pul mablag'larini jalb qilganliklari haqida gapirib berishadi. Moliyalashtirish shakllari odatda ikki xil bo'ladi: qaytariladigan va qaytarilmaydigan. Qaytariladigan shakllarga kredit, leasing, qaytarilmaydiganiga subsidiya, grant kiradi. Xo'sh, ular orasida yana qanday farq bor? Kredit va leasing. Kredit qaytarilishi shart bo'lgan va banklar tomonidan muayyan foizlarda ajratiladigan qarz. Agrobiznesda kreditlarni quyidagi maqsadlarda olsa bo'ladi: yangi texnika va texnologiyalar sotib olish, urug'lik va o'g'itlar xarid qilish, sug'orish tizimlarini yangilash, o'z biznesini kengaytirish, boshqa qishloq xo'jaligi loyihalarini amalga oshirish. Shundan kelib chiqib kreditlarning turlari farqlanadi. Qisqa muddatli, o'rta va uzoq muddatli, investitsion kreditlar, eksportbop, mahsulotlar uchun kreditlar. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi kreditlarini olishda qator imtiyozlarga erishish mumkin. Jumladan, davlat tomonidan qisman qoplanadigan yoki foiz stavkalari pasaytirilgan imtiyozli kredit olish, kredit to'lovlarini hosil yig'imidan keyin to'lagan holda to'lov muddatini uzaytirish yoki ishlab chiqaruvchilarni xavflardan himoyalash maqsadida joriy etilgan kreditlar bo'yicha kafolatlar olish. Leasing. Agrosektorda eng ommabop kreditlash turlaridan biri leasing hisoblanadi. Lease ingliz tilidan tarjima qilinganda ijara degan ma'noni anglatadi. Ammo leasing tushunchasining ma'nosi ancha keng. Bu ijara va kredit birlashmasi. Agar sizga sotib olishga mablag'ingiz bo'lmagan qimmatbaho texnika yoki asbob uskuna kerak bo'lsa, siz leasing beruvchiga kompaniya yoki bankka murojaat qilasiz. Ular foyda ko'radigan bo'lsa, sizga kerakli texnika yoki asbob uskunani sotib olib, ijara shartlari asosida foydalanishga beradi. Uskuna yoki texnikaning egasi leasing beruvchi bo'lib qoladi va siz texnikaning sifatini kuzatib borishingiz, unga o'z vaqtida xizmat ko'rsatishingiz shart. Unda leasingning o'ziga xosligi nimada? Oddiy ijarada siz oxir-oqibat texnikani egasiga qaytarishingiz shart. Kredit olinganda mahsulotni kafolatli sotib olasiz. Leasingda esa siz tovarni ijaraga olasiz, undan foydalanasiz. Ijara muddati tugaganidan so'ng esa tovarni qoldiq qiymati bo'yicha sotib olish yoki leasing beruvchiga qaytarish huquqini olasiz. Yana bir plyusi shundaki, leasingda kreditdan farqli ravishda garov talab qilinmaydi va bitim ancha tez amalga oshadi. Grantlar va subsidiyalar. Grant va subsidiya nimaligini muhokama qilib olish qoldi. Ularning kredit va leasingdan asosiy farqi shundaki, ularni qaytarish kerak emas. Ammo bu mablag' oluvchilarning majburiyatlari yo'q degani emas. Grantlar davlat yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan qaytarib berilmaydigan moliyaviy yordam hisoblanadi. Ular asosan agrobiznesning samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, tadqiqotlar o'tkazish, agrar sektorni va uning salohiyatini rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini, qishloq joylardagi tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlashga beriladi. Grantlarning quyidagicha turlari mavjud. Tadqiqot grantlari yangi texnologiyalarni o'rganish, muayyan turdagi ekinlarni, masalan, iqlim o'zgarishiga chidamlilarni yaratish uchun beriladi. Fermerlik harakatini qo'llab-quvvatlovchi grantlar, yangi texnika xaridi, yerni qayta ishlash yoki mahsulot sifatini yaxshilash uchun ajratiladi. Ekologik grantlar, tuproqni muhofaza qilish, suv tejamkor sug'orish tizimlarini joriy etish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga ajratiladi. Eksport grantlari tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun taqdim etiladi. Subsidiyalar. Bu davlat tomonidan bepul yoki shartli ravishda ajratiladigan moliyaviy yordam. Ularni taqdim etishdan asosiy maqsad ishlab chiqarish hajmini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish, ekologik barqarorlikka erishish, daromadlarni oshirish, eksport hajmini oshirish. Subsidiyalar, texnika va uskunalar xaridi.
sug'orish tizimlarini rivojlantirish, urug'lik va o'g'itlar xaridi, kreditni qisman qoplashga, ya'ni kredit subsidiyalari eksportchilarni qo'llash uchun taqdim etiladi. Agar siz beg'araz grantlar va kreditlarni jalb qilishni istasangiz, davlat dasturlarini, shuningdek xalqaro tashkilotlarning e'lonlarini o'rganishingiz va kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Agar maqsadingiz foydali kredit yoki lizing olish bo'lsa, bir vaqtning o'zida bir nechta bank va tashkilotlarning takliflarini diqqat bilan o'rganib taqqoslab chiqing. Shartnoma imzolashdan oldin esa barcha shartlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Grant, subsidiya yoki kredit olish uchun nomzodlarni ko'rib chiqish jarayonida moliyalashtiruvchi tashkilot odatda qishloq xo'jaligi korxonasining biznes rejasini so'raydi. Biznes rejani qanday qilib to'g'ri tuzish haqida batafsil ma'lumotlarni oldingi qismda ko'rishingiz mumkin.